birinchi faqat ovoz uzatadigan oddiy telefonlarni chiqarishdi. Hamma yopirilib, necha pul desa shunga olib bo'lgandan keyin yana bitta kichkina narsani qo'shib qo'ydi. Keyin uni tashab ikkinchisini boshlashdi baribir. Surat qo'shadigan, ovoz yozadigan, maktub yuboradigan, videoga olib yana uni boshqa yoqqa yuboradigan, hammasini kundan kunga rivojlantirib boryapti. Bittasini olib 1 yil, yarim yil foydalanguncha ikkinchisi chiqadi. U qimmatroq bo'ladi, arzonini tashab hamma qimmatiga yuguradi. Shu bilan ular o'zlariga bir katta daromad manbasini chiqarishib oldi. Undan keyin iPhone chiqarishdi, boshqa chiqarishdi. Hozir mana internetga kiradiganlari chiqyapti. Bizning odamlar yopirilib, qaysi qimmatrog'ini olib maqtanishga urinishadi xolos. Shuni ishlatish odobi ham yo'q. Ularni o'zida bor. Ular o'zlari o'sha chiqargan narsasini, ko'rsatmasini, foydalanish uslublarini yozib qo'ygan, o'qishadi, shunga amal qilishadi. Lekin bizda unaqa narsalar yo'q. Ana o'shalarni bir tushuntirish kerak bo'lib qoldi xalqqa. Avvallari ham aytganmiz, aytmagan emasmiz, tushuntirganmiz, lekin tartibli ravishda, shariat qoidalari asosida tushuntirish kerak bo'lib qoldi. Ana o'sha telefon deb atalgan qo'l telefonlari suratga oladigan bo'lganda, mana shunaqa suhbatlarda hamma telefonini chiqarib olib olaverar edi. Hamma yo'q to'sib bir-birini o'tir bo'lib ketar edi. Sekin-sekin aytdik, bu beodoblik. Birovni suratini olmoqchi bo'lsalaringiz, o'sha odam o'zi rozi bo'lsa olishinglar kerak. Men misol uchun suratim bir yerda chiqsa chiroyli ko'rinishni xohlayman. Lekin men hali tayyor emasman, kiyimim yaxshi emas, turishim yoki yuz ko'rinishim birov ko'radigan holatda emas. Sizlar uni olib boshqaga ko'rsatsanglar, meni bir yomon ko'rsatasizlar. Meni behurmat qilasizlar. Mana shunaqa gaplar bilan ba'zi vaqtda hamma telefonini chiqarib, yorug'ini bu yoqqa qaratib olgan holatlar bo'ldi masjidlarda. Shularni aytdik, tushuntirdik. Birovni suratini olmoqchi bo'lsangiz, videosini olmoqchi bo'lsangiz, u odamni roziligini so'rang. O'z-o'zidan uni olib suratini birovga berib, o'zingiz uyingizga olib borib boshqa qilishingizga haqqingiz yo'q. Beodob bo'lasiz deb tushuntirildi.